Keling, qog'ozni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Lexus ES servisdan o'tilingan qog'ozlari. Chiqar. Mana qarang. Belgilab qo'yganman mashinani kuzovini. Motomonida orqa krilada buni o'zi aytayapti, mixda ozgina chizib qo'yganligi uchun kraska bo'lingan dedi. Narigi yonboshida eshikda mana shu qizil chizig'i va krilani mana shu qizil chizig'ida ozgina shpaklovka bor deb aytdi. Qolgan yerlari absolutni putun va родной окрасda. ES Lexus koreyskiy 2.5 gibrid. 23500 dedingiz, jigar? 700 mi? 23700 dollarga Novotransvetlarda mashinani holati polniy servisdan o'tirilgan va gibrid batareykalarini ham o'tkazib qo'yibdi. Hammasi zakonniy deb aytayapti. Бесключевой, слепой zona. Hop, 131 ming probeg, multirul va korичневый koja salon плавающий сиденьялari bilan 2018 6-oy. Avtomat korobka, monitor, обдув подогрев сиденья, elektronli tablo, probegi 131 aytdik akam, 3D polilar, lyuklari qaralgan. Akalar, mashinadagi holat, sosteni ko'radigan va narxini talashadigan narxda. Podogrev orqa sideniyalarida monitor bor ekan. Chiqar. Qarang, monitorchasi bor ekan orqasida. Eslarda kutilmagan narsa. Narxlari o'sha yo'g'ini kelishib, baholashib qo'yasiz. Narxi 23700 ga.